Lokatsiyasi juda ham yaxshi, planirovkasi juda ham yaxshi, mahallasi obod, yashil hudud, детский площадка, parkovkalarigacha bor. Bizada sotuvimizda 4 xonali uyimizni hammasi razdельный, общий maydonimiz 94 kvadratli metr. Uyi egalari 109 ming $100 so'rashyapti. Sunnatli kelishiladigan joylari bor. Plyus yetmayotgan bo'lsa, ipoteka bank orqali ham shu uyga xarid qilsangiz bo'ladi. Bu uyimiz bizada 2-qavatda joylashgan 9 qavatli binomizda. Planirovkasiga prosta gap yo'q, mazza qilib birgalikda uyni ko'ramiz. Qarang, asosiy podyezddan kirish eshigimiz bu planirovkada bahaybat kattagina to'rtburchak prixojkamiz bo'ladi. Stroyniy prixoj mebellarimiz qoladi. Bu yoq tarafimizda konditsioner o'rnatilgan konditsioner qoladi. Gilamlar, parda, lyustralari qoladi. Keling, birinchi xonamizda o'ng tarafda bizada детский va spalniy qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu xonada ham parda, lyustra, gilam qoladigan. Xo'p, bu yoq tarafimiz to'g'rimizda bizada sanuzelimiz birinchisi bu hammom. Va o'ng tarafimizda esa bizada ikkinchi xonamiz spalniy. Bu spalniy ham stroyniy qilingan mebeli qoladigan. Lyustra, parda, gilam qoladi. Keling, davom etamiz. Bu yoq tarafimizda esa bizada yana bitta xonamiz bor, uchinchi xonamiz. Endi o'zingizga moslab, xohlasangiz zal qilib foydalansangiz bo'ladi, xohlasangiz bu yoniga spalniy va дополнительный balkonni qismi ham qo'shilgan. Garderobniy, kiyim-kechakni o'zingiz shaxsiy narsalaringizni shu yoqqa joylashtirsangiz ham bo'ladi. Keling, davom etadigan bo'lsak, bizda zalimiz, mehmon kutadigan xonamiz. Zalimizning diametri bizda 3.15 ga 5.20 standart zalimiz. Endi bu yoqda stol olinadi, lyustra, parda, gilam qoladigan. Hop, bu yoq tarafimiz sanuzel ikkinchisi. Hojatxona umuvvalliklari bor. Kafellari juda ham yaxshi holatda turibdi. Va oshxonaga kiramiz. Oshxonamiz balkonga ko'chirilgan. Oshxona juda ham katta, mягкий mebel, televizor, bu yoq tarafda ham narsalari qoladigan. Va biz balkonga chiqamiz. Oshxona balkonga ko'chirilgan. Balkonimiz juda ham bahaybat, old-orqa reshotkalarimiz bor. Va bu yoq tarafimizda esa yana дополнительный площадь, завтрак, обед, ужин qilishga yoki bitta детский qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Uyimiz zo'r, kvadraturasi katta, etajli ham juda ham yaxshi. $109 ming $100 kelishiladi. Telefon raqamlari opisaniyada.